Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'rganlari, bugun 2026-yil 2-oyning 28-kuni shanba. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga muajirat hayoti faqatla yashash uchun kurash qilish emas, balki kimligimizni, tilimizni va avlodlarimizniki kelajagini qo'g'dab qilish uchun birlagan bir jang. Bu yilda izchil kurash qilib, Ira maktabininki 10 yillik musobaqasi besib o'tgan bu Ira maktabininki qurg'uvchisi Luqmanjon muallim bilan Nijat muallim ikkisi ekran taklif qilib, Ira Uyg'ur maktabining besib o'tgan inshaalloh 10 yil haqida suhbat olib bormoqchi. Biz bu suhbatimizni bundan 1,5 oy ilgari bu suhbatninki birinchi qismini olib borgandik. Bugun bu suhbatninki ikkinchi qismini keltirish oldida oldin qatimliq suhbatimizniki davomi. Assalomu alaykum Luqmanjon muallim, Nijat muallim, vaqtinglarni Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydon qatnashib berganingiz uchun katta rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Endi Luqmanjon muallim, Nijat muallim, siz bundan 10 yil burun Istanbulda Ira fan texnik maktabini qurib, bu maktab taraqqiy qildirish jarayonida o'zingizning boshdan kechirgan kechmishingizni oldin qatimliq programmani tafsil yaxshi so'zlab PPT orqali tushuntirib o'tgandinglar. Bugun bu suhbatniki davomini olib boramiz. Endi oldin qatimliq suhbatda siz bundan 10 yil burun bir qancha o'qituvchi bilan bu yo'lga qadam qo'yib, o'zingizning tunji qatimliq maktabdagi ochilgan kursniki tashviqotini qilish uchun tashviqot varaqlarini taqib, vaqtingiz tunji qatim sinfingizga bir o'quvchiniki men ingliz tilini o'rgatdim deb kelish bilan bugungi kuni kelgan vaqtida men 10 yildan keyin 5600 dan ortiq o'quvchini tarbiyalab har qaysi sohalarda diasporaniki Uyg'ur ma'rifini shakllantirdingiz. Bu haqiqatan bir olqishga tegishli, bizni xush qiladigan, bizniki Uyg'urlarniki diaspora ma'rifini taraqqiyot uchun bu qo'shgan to'pingizga butun xalqimiz haqiqatan xush bo'ladi buni. Ishladim. Jumladan shunda xushmasini olaydi va ekranga taklif qildim. Endi bugungi bu suhbatimizni yana oldingi suhbatniki davomidan boshlaylik. Mening eng qiziqtirgan bir nuqtam sizning yana shu ekran kirishdan oldida shu suhbat azroq qilaylik. Siz dastlabda bu maktablarni qurib, turli tashviqot qilgan tashviqot varaqlaringizni ko'rsatdingiz. Shu tashviqot varaqingizni tarqatgan jarayonni o'ylagan vaqtimda bizim shu oliy maktablarda o'qiyotgan mezgillarimizda boshqalarning oldida maydonlarda ayda tashviqot varaqlarini tarqatdi, har xil kompyuter kurslari, har xil til kurslari deb bizim qo'llarimizga olgan qaysini o'qisak bo'ladi deb qaraydik. Bir qarasak hammasi o'quvimiz va ama yanchitib qarab to'xtab qoladida hamda degandek ahvollar. Hammasi qisatdan bo'lgan ekan. Hammasi bu Istanbulda Saparkada shu tunji qanday tashviqot varaqlarini tarqatib tunji o'quvchi sinfimizga kirgandan keyin bugungi kuni kelsa 10 yilda 5600 dan ortiq o'quvchini tarbiyalab har qaysi sohalarga yetishtiribsiz. Amsizlikka shu mush yo'lda izchil tirishib, qat'iy voz kechmay bugun kelishimizga turtki bo'lgan kuchliman. Assalomu alaykum takror Abdulimjo aka. Hurmatli ko'rurmanlar. Bu 10 yildan beri biz bu xizmatlarni qilib kelyapmiz. Mushu xizmatlarninki bugungi ulashishga nasib qilgan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Hamda haqiqatan mayli nimali bo'lishdan qat'iy nazar Uyg'ur millatining bugungi ichinishliq tragediyasiga nisbatan zodi bu patqoqdan qandoq chiqib ketishimiz kerak? Bu azob uqubatlarning oxiri nihoyati zodi qachongacha deb shuning masalasini o'ylaydigan, bosh qotirdigan nurg'un kishilarimiz bo'lishi mumkin.
va buni o'ylamaydigan muajiratda millatim, vatanim deb yashagan kishilardan buni o'ylamaydigan birmi kishi bo'lmasligi mumkin. Albatta bizmo bu muajirat hayotida vatanni seg'indik, urug' tuqqanlarimizni seg'indik. Bu hozirgi real hayotimizda bizning beshimizga kelayotgan bu ichinishli tragediyalar tarixda balkim bo'lgan bo'g'imiti yoki bir tarixda ko'rilib boqmagan bir tragediya bo'lganmidi deb har vaqt azoblanamiz. Bizmi mushu Sharq Turkistonning bir fuqarosi, Uyg'ur millatining bir a'zosi bo'lish suhbatimiz bilan har vaqt bu patqoqdan millatimizni, xalqimizni tortib chiqarishni har vaqt o'ylaymiz. Hamda bunga nisbatan aytgan vaqtida bizmi bir oddiy bir fuqaro bo'lish suhbatimiz bilan nima qo'limizdan keladi zodi biz nima ish qila olamiz degan temalarda boshqa qarindoshlarimiz o'ylaganga o'xshash bizmi jiq o'ylaymiz. Ammo oxiriga kelgan vaqtida mushu mustaqil bo'lgan millatlar, hozirgi hur taraqqiy qilgan ellar va nurg'un kishilar qaraydigan bo'lsak, mushularning hammasining o'tmishdagi oq ko'rinishi ma'rif va gullanishdan iborat mushu mevaning bugungi shu jafoning mevasini ko'rayotganligini his qila olamiz. Endi dunyoda qaraydigan bo'lsak, bizning o'tmishimizga qarasaqmi, bizdagi shu bilimsizlik va nodonlikdan iborat bu dushmanning bizga hujum qilishi bilan, nodon qoldirilishimiz bilan bugungi kunga kelganligimiz bu bizning o'tmishimizda har vaqt bizga bir dars bo'ldi. Endi balkim so'rgan savolingizga nisbatan javob biroz uzrab qolgandek bo'ldi, lekin bu har vaqt zodi bu masalaning asosliq meg'izi nada, javhari nada, biz zodi nima ish qilamizdan boshlasak, ma'rifdan boshqa bizningki Uyg'urlarning boshqa chiqish yo'li yo'q kesib aytgan vaqtida. Shunday bo'lgan vaqtida har vaqt biz o'zimizningki munbar oldida ulug' bir xizmatni qilayotganlikdek bir ma'naviyat jihatdagi bu ruh va kuch bizni bugunga ulashtirdi. Inshaalloh bundan keyinmi millatimizningki ma'rif madaniyat saviyasini texmi yuqori ko'tarish uchun butun kuchimiz bilan tirishish orqali mushu millatning atisini texmi go'zal qilishga tirishimiz bu ruh davomli bo'lg'ay deb o'ylayman. Bugungi kelishga sababchi bo'lgan asosiy narsa mushu millatning gullanish taraqqiyotidagi bizningki o'ylayotgan mushu ishlarimiz va bugungi ichi bo'lganlikda kelayotgan mushu kuch hammasi mushu millatning bir taraqqiyoti bo'lsin degan mushu ideyadan kelgan. Rahmat. Xo'sh, Nijat muallim, sizmi bu Yira Uyg'ur maktabidagi bir qurg'uvchi, ham 10 yillik bir o'qituvchi bular suhbatingiz bilan hamda Turkiya sharoitida hamda Yira maktabidagi iqtisod ahvollar o'zingizga ayon. Bu vaqtdan ilgari bir necha qatim suhbatni o'zingizga Luqmanjon muallim naq maydon videomi qildi. Hamda Turkiya iqtisodiy krizmi ham ig'ir. Sizga berilgan maosh, sharchkilardan olgan maoshni ma'lum bir nima deb yuqori bo'lmasmi, nima bo'lmasmi ma'lum bir miqdorda olasizlarni goy o'tirib o'ylab qolasiz, buni qilib bo'g'icha boshqa bir nima qilsak qarab bir maosh xizmatni oladi deb qolgan ahvollar bu insonchilikda endi hozir Luqmanjon muallim dedim, sizdan bir so'rab qo'y, sizdan izchil hamda Yevropaga ketmay bilan ketmay shu maktabda izchil o'qituvchilik bo'lib vallahi her qaysi sohada darslarni berib mushak davomlashtirib kelishimizga turtki bo'lgan kuch nima? Buningdagi asosli kuch hamda chet elda biz Uyg'urlarningki shu ma'rif sohasida shu bunday bir bo'shliqningki borlig'ini bayqab shu ma'lum bilan birga maktabni qurib chiqqan bo'ldik gapning beshi. Hamda hozir sizning so'ragan savolingizga deydigan gapim boshqa yerlarda balkim izlansak yaxshiroq maoshlar balkim buningdan sal osonroq ishlarmi
tepilishi mumkin. Hatto o'quvchilarmi deydi, voy ma'lum siz shirkatlarga kirib ishlasangiz bo'lmamdi, uni qilsangiz bo'lmamdi, buni qilsangiz bo'lmamdi deb. Bu masala bu emas amaliyot uchun. Masala hamda bizningki vatanda shu kompyuter texnika ilmida o'rganib universitetni bitirib chiqibdimiz. Endi mush o'rgangan narsamizni bir kishilik to'hfamiz bilan xalqimizga bo'lib shu texnik jihatdan yuqori ko'tarsak, hammamizning saviyasi yuqori bo'lsa, texim bak maslasha oladiganmiz. Hammamiz bir xil masalan uchilimizning masalan texnikasi yuqori bo'lsa, 3 tal texnik yuqori texnikalar bir odam birga kelsa, texim yuqori narsa o'tirib chiqadi. Men bilib, siz bilmasangiz, yoki bo'lmasa ma'lum bilmasa, yo u bilmasa, menlam bilsam bu yer bir ish olmaydi. Chuqur hammamiz tang bilsak, hammamiz tang bir maslashib bir narsalarni o'ylasak, o chog'da bir natija chiqadi deb bu ma'rifning muhimligini tushunib yetganligim uchun qo'limdan kelishicha xizmat qilib keldim. Rahmat. Hamda Turkiyada sharoitini kuzatsak, endi bu men sizlarning maktabga berib boqmadim, faqat to'rdilar kim qilayotgan xizmatlarni ko'raman. Her qaysi kasblar bo'yicha bo'lgan tarbiyalash kurslarini ochdinglar, shuni to'rdan ko'rib, sizlarning qilayotgan xizmatlarni muayyanlashtirib, bu ekranga qildim. Endi g'oyada bir savolim so'rg'im kelib qoldi-da endi. Turib o'ylab qolaman, endi so'rg'im degan so'rab qo'y. Turkiyada shu qadar jiq Uyg'ur derneklari bor, Qur'on kurslari bor. Nurg'un bir vaqtda 80 dekdimi Uyg'ur tashkiloti varkan Turkiyada hamda ismi bor tashkilotlarda har xil nimalar bor ekanda, bir to'g'ri shu to'g'risida nimalar bo'lib ketdi. Luqman Jamol sizniki ham dastlab kelganda ham shu ma'rif qilarkan, shu yira ma'rifi deb mushni oshmay ichibsiz hamda sizga bir dernek qurib, boshqa Qur'on kursi qurib vatan millat uchun men manda bayroq ko'tarib ish qilaychi deb hozir bizda diasporada bayroq ko'tarib xizmat qilayotganlarni, vatan millat uchun ish qilayotgan boshqa ilmiy xizmat qilayotganlar qarasa, ular xuddi vatan millatning ishini qilmay boshqa bir ishni qilayotgandek, mushunda bir haqiqatga manda bir ta'sirlar bor-da hamda. Çünkü vatan millatning ishini qilishning nurg'ulg'an shartlari bor. Oldin chiqib bayroq ko'taradiganlar bor, keyin o'tirib ilmiy xizmatlar qiladiganlar bor, maktab ochadiganlar bor, madrasa ochadiganlar bor degandek, mushta qilib bir-birini to'liqlab ma'no deb qarayman hamda. Sizlik hamda shu Turkiyada siz kelganda Uyg'ur tashkilotlari oz bo'lgan bo'g'itga, yoki biror tashkilotga kirib, sizning inglizingiz shunday yaxshi ekan, arabchangiz yaxshi ekan, ashunda ko'p tillarni bildigan bo'lgan kim biror tashkilotga kirib tashlab kuchlantirganini qilmaymiz. Ma'rif qurishingizdiki, ma'rif maktab ira ma'rifni qurishga. Bu nimasini to'g'risi azroq bir nima qilib bersangiz. Nima uchun siz da'vo ishidaga tashkilot qurib bayroqni oldingiz tiklab olib, bu ustida da'vo yo'l tutmay, ma'rif orqali ya'ni millat qutqarish yo'liga qadam bossangiz. Buningda bizningki oldingi qadamliq programmada deyilganga o'xshash, biz Turkiyaga kelib nima qilsak bo'lar deb bir o'ylanib, do'kon ochamdiq, tijorat qilamdiq, yo boshqa bir hunar qilamdiq deb yurib, qilib ish topolmay, anandan keyin yo bola o'qitib boqamdiq yo deb bo'lib qolgan ish emas bu. Men bir Luqmanjon muallim bo'lish uchun balkim bu hozir men 4-chi yoki bir 5-chi avlod ma'rifchi bo'lgan bo'lishim mumkin. Ya'ni bizning ajdodlarimizdan boshlab butun oila jaddi jamoatimizgacha bo'lganlikda mushu ma'rif sohasida xizmat qilgan va hayotini shuning bilan o'tkazgan, hayotini shuning bilan oxirlashgan bir oila jamoatidan chiqqan bir kishiman. Shundoq bo'lgan vaqtida bizningki oilamizda ham 16 dan ortiq qori bor. 16 dona Qur'oni Karimni to'liq yodlab bo'lgan qori bor. Va undan boshqa diniy sohalarda bizning atrofimizdagi mening bevosita tuqqanlarimdan boshlab hammasi ma'rif va diniy ma'rif sohasida xizmat qilgan va shuning uchun hayotini bag'ishlagan bir kishilar. Endi ma'rif sohasiga kelgan vaqtida
biz bek cho'ng ishni qilolmadik. Qurbatimizning yetishicha tirishdik. İstanbulning va muhojirat hayotining bugungi ahvoli mushunchalik ekan. Endi balki bizdanmi yaxshi qilayotgan qarindoshlarimiz albatta bordir. Ammo lekin hammalarga oson emas ekan bu. Mayli Qur'on kursi ichayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli boshqa sohalarda tirishayotganlar bo'lsin, hammasi nihoyatda bek kuchab xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz. Bu qarindoshlarimizga Alloh rahmat qilsin, ish qilib, hammasining xizmatlari yaxshi bo'lsin deyman. Biz ma'rif sohasida 10 yil xizmat qilgan bo'lsak, bu da'vo sohalaridami qo'limizdan kelishicha tirishdik, qilmadik emas. Har qaysi tashkilot va mushu da'vo sohasida xizmat qilayotgan qarindoshlarimizning har vaqt yanida hamdam bo'ldik, hamnafas bo'lib, bir tarafdan ma'rifni qo'limizda ching tutgan bo'lsak, yana bir tarafdan da'vo sohamizni nihoyatda kuchaytirib minishga tirishdik. Ammo hiliqi diniy ma'rif, fanniy ma'rif degandek mushundoq ikki xil atalg'u paydo bo'lib qolganga o'xshash, da'vo va ma'rifchilar degan bu ikki xil atalg'uning har ikkilasi amaliyotda xato bir atalg'u endi. Siz nima uchun da'vo qilayotganlarning emas, asli biz da'vo qilayotganlarning o'zi. Biz da'vo qilyapmiz hozir. Ma'rifda bugun 1 soat dars o'tgan bo'lsak, 1 soat biz da'vo qilgan bo'lamiz. Men 1 soat dars o'tgan bo'lsam, men 1 soat jihad qildim deb tushunaman o'zimni. Chunki bizning jihodimiz mushu. Biz buni jihodimiz deb bilamiz. Bu yo'lda o'lishga tayyormiz. Shunda bo'lgankan, inshaalloh bundan keyin har qanday da'vo ishlarida bo'lsa, har vaqt qarindoshlarimizning yanida bo'lamiz. Ammo biz bu ma'rif sohasida atdigandan kechgacha butun kun xizmat qilgan bo'lganligimiz uchun biz u sohalarga kirsak, bu soha qilib qoldi ekan. Bularning hammasi bizning da'voyimizning ichidagi bir tur bo'lganligi uchun biz bundan keyin butun kuchimizni shu ilmiy xizmatlar va ma'rif sohasiga bag'ishlab, mushuni o'zimizning da'vosi deb mushuni tiklab minishni alohida o'zimizga ahd qilgan holatda ketib boramiz. Mohiyatni aytgan chog'da bizmi da'vo qilyapmiz. To'g'ri, gapingiz mamqatlama, mamalik illaki chuqur bayroq ko'targanini bir ish qilyotdi, ko'tarmaganlarga deb unda chat qaqadiganlardan ya ularni nima qilib tuvan ko'rdiganlarni emas. Hamda bir millatning umumiy ishlari organik o'zaro bir-birisidan organik bab quralgan vaqtimizda qo'lida nima gap qolsa birisini chat qaqmay qiladigan ishlarni qilib shu sohada mukammal qo'lish maqsa bu ishimizni ro'yobga chiqadi. Yani sizin bana deb ketdiniz, oilangizdan zodi bir ma'rif oilasidan, mayli diniy ma'rif bo'lsin, mayli fanniy ma'rif bo'lsin, bir oiladan kelib chiqqan. Qinimizda shunday bir ruh bor ekan, shu izchil bu yo'lda nima qilib turibsiz. Alloh buniki ishlaringizga texnik tutqunlik qilib bersin. O'ylasa Nijat muallim hamda bu ma'rif ishlarda sonning ko'pligi bir natija, ammo sifat texnik muhimda endi. Siz dastlabki bir boshlab bugungi kunda 600 o'quvchini tarbiyalab yetishibsiz. Nurg'un bolalar sizlarda har xil kasblarda o'qib, o'zining jamiyatga chiqqandan keyin ba'zan Yevropalik deb shuni foydasini, manfaatini ko'rmadimiz. Ko'rdi. Buni inkor qilishga bo'lmaydi. Bugungi kunda dunyoning har qaysi Türkiye'de şahsın Kur'an tarbiyalab o'qib va yoki to'rlardan jiroq masofa o'qitishimizdan tarbiyalab chiqqan bo'lsin, har qaysi o'zining sohasida, o'zining turmushiga yoki xizmat nimalarida nurg'un qo'ygan ep keldilar bu narsalarda. Ular o'z yöntemimizde ma'lum qimmatlarni yaratdi, ma'lum natijaga erishdi. Ulardan jamiyat qo'shgan to'pillari haqida siz masalan o'zingiz bir o'qituvchilar sifatida nurg'un bolalarni tarbiyaladingiz, shular jamiyatning qaysi sohalarda qanday natijalarni yaratdi. Shular o'zingizning bir o'ylaganlarini deb topgan bo'lsangiz.
Endi bizning maktabda har sohadagi kasblarda nurg'un o'quvchilar tarbiyalandi. Diasporadagi shu 3 o'quvchi bor desak, 2 o'quvchi bizda tarbiyalandi desak eshib ketmaydi. Mayli til jihatdan bo'lsin, mayli texnik jihatdan bo'lsin, mayli bolalar ma'rifi bo'lsin, degandek hamda har jihatda biz uzluksiz qilganligimiz uchun buningda oldirganda o'qiydigan yer desa biz esi keldi. Endi bu 10 yil jarayonida nurg'un maktablar, nurg'un kurslar ochilib, taqilib degandek shunday bo'ldi, ammo biz hozirgacha alhamdulillah davom qilib kelyapmiz. Shunga har zaman bir o'quvchi o'qiyman desa, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, mayli boshqa Yevropa, Amerikada bo'lsin, biz esi keldi eng avval. Undan keyin to'rdan yoki bo'lmasa yuzturan shaklda o'qitib kelyapmiz. Bizda o'qigan bolalarninki shu kompyuter jihatda shu bir 2-3 oy oz bo'lganda, jiqroq bo'lganda 5-6 oy, 7-8 oygacha o'qiydi. O'qib bo'lgandan keyin eng oddiysi bir ishxona ishlarini qila oladigan grafik tasarım, ondan keyin video montaj, tor betlaylash, tor sodisi degandek nurg'unlagan kasblarda o'zining tirishchanligi bo'yicha yoki o'zining ishini qilish yoki bo'lmasa bir yerda ishlash qatorliq shu holatda davom qilyotidi. Biz qo'limizdan kelishicha samimiyatimiz bilan hech qandaq narsani yushirib qolmay, ya'ni men ma'nosini o'rgatib qo'ysam, o'quvchi mendan eshib ketami emas, Alloh bizga nimani bergan bo'lsa, hammani berish. Bir tane narsani olib qolmaslik. Yine hem o'qituvchilar hem nima deymiz, ustozlar bunday shaklda emas. Ba'zi ustozlar ayaydi ba'zi narsalarni. O'quvchi menda eshib ketami deb. Manga uchirgan. Menimi o'quvchilik hayotimda shundoq ba'zi muhim yerlar kelganda ko'rsatmaydigan, muhim yerni deblamaydigan, ammo bizda unda bir narsa yo'q. Biz o'zimiz qanchalik bilsak, hammani deb beramiz o'quvchi bolalarimizga. Shunday bo'lgandan keyin o'quvchi bolalarimizmi bizni haqiqatan yaxshi ko'rdi. O'rgangan bu bilimlam emas, bizningki o'quvchilarimizga qanday kuyinganligini, hattoki ota-onasi qanchalik kuyinsa bir o'quvchiga bizmi shunchalik kuyinganligimizni va bizning o'quvchilarimizningki bizdan eshib ketishimizni har zaman rag'batlantirib shularni hozirgacha o'qitib keldik. Shu bizda o'qigan o'quvchilar asos jihatdan bir bilim elishimiz, bir nima deymiz, motivatsion deymiz, hamda har jihatdan bir bizden shu bir alalg'idaklam narsa olsa hammani ilib o'zini kuchlantirib o'zininki yo'lini topdi deb o'ylaymiz. Rahmat. Endi yana bir nima kalam kelib qoldi. Sen diasporada mana ko'ryapmiz, tor dunyosida, Facebookda, har qanday bir ya tashkilotda qurilsin yoki bir narsa qurilsin, dastlabda qurg'uvchilari bir necha odam bilib qurdi buni. Qurpaqi bir mezgil o'tgandan keyin ya 2 yil, 4-5 yildan keyin, 5-6 yildan keyin ma'lum ixtilof, ma'lum kelishilmas masalalarga bu ikki parchani shulab deganda ko'payib ketadi, ko'ryapmiz bu reallikda demaysan. Ular ko'pincha bu qaysi nima deb chiqadi desak, shu bizniki an'anaviy siyosiy tashkilotlarimizda hamda tashkilotlarda, derneklarda ko'proq ko'rinyapti. Undan boshqa hamda bu bosh kurslarni ishlarman chiqib ketmam Turkiya aytmadim, faqat shu diqqat qildiganim to'rda o'zim qilayotgan ishlarni taqdivatgan mushtariylarni vaqt qildi ekanman. Hem sizlarniki bir raqibsiz bir kollektiv o'yin ko'rdimda hamda 10 yilning oldida qurib sizlar va 10 yilgacha bu izchil bu ma'lumot bular chiqqan burunlar ham tunishmaydi ekansizlar. Turkiya tunishisizlar. Endi chiqqan bir-birini raqobat ulab qilib, ya bir ishlar yoki vaqt kelganda Nijat muallim boyoqqa Luqman jamiya qiliblarkan bu Iroq maktabi ishga o'tib ketadigan mana ahvoli bo'lmadi. 10 yilning yo'q izchil menvat bu narsa. Bir-biringizga nima mustahkam ishonch bog'lab aytmoqchisan-da endi bu narsani. Hem sizlarniki mana shu Iroq qo'llashidagi bu o'zaro ishonch va fidokorlikning siri nada? Buni ozroq qiziqib qoldimda. Ben deganimizdek bo'lgan tashkilotda qarasak shunda vatan millat deganlarga qarasak bir mezgilda ozroq ko'z qarshi o'xshamaganlik ya ma'lum shaxslarning tashkilot ishga birlik ketyapti. Ko'ryapmizda, lekin sizlar izchil bu chiqib ketmay bir yo'lda izchil manab kelibsizlar. Bu nihoyat bir qadrlashga shundaqla buni o'ylantirgan bir nimada hamda. Sizlar bu anglab qo'y xo'sh. Luqman janob. Ma'lum bir javob bersin avval. Bununga nisbatan alhamdulillah deymiz. Bir odamning bir oy, 2 oy birlikda bir ishni qila olishi, uning
hamda mushu bir yo'ldosh ekanligini, bir safardosh ekanligini bildirib bersa, 6 oy, 1 yil atrofida bir ishni birga qila olganligi, buningki do'st, qarindosh ekanligini bildirsa, bir ishni 10 yil atrofida qila olganligi, buningki amaliyotda ikki odamning bir qarindosh bo'lib ketganligini ifodalaydi deb bir so'zni anglagandim, yaxshi ifodalayolmadim. Endi hozirgacha bo'lganlikda alhamdulillah, endi bizningki birga mengishimiz, birga turishimiz, bu yo'lda shundoq hozirgacha kelalishimiz Allohning rahmati. Normalda jamiyatda ikkimizning davomli bir yo'lda birga manganligini, ko'childimi birga mangayotganligini bundaq kishilar ko'rdi. Bundaq yolg'iz emas, bir yerlarga borsak birga berib, birga kelamiz. Yo'lda bag'ish paranglashib berib, paranglashib kelamiz degandek. Bundan ba'zi kishilarmi shunday maslik kelib, sizlar qo'shkezakdek davomli bir yerga birga berib, birga kelsizlar ekan. Davomli ikkinglarni birga ko'ramiz deb shu gapni deydi. Endi bu yerda birinchisi Nijat muallim bilan ikkimizningki orzu armonlari o'xshash ekanda. Shu Yilqim men bir narsani nihoyat yaxshi ko'rsam, men ma'nosini yaxshi ko'rgandim, munda desam, Nijat muallimmi? Menmu mush narsani bek yaxshi ko'rgandim deydi. Bir nima deymiz? Tanlash obyektimiz o'xshash ekan hamda. Ba'zi bolalarning ba'zi bir narsalarni loyilaganlarini ko'rmay, faqat yaxshi bo'lmabdi, ajab yaxshi bo'libdi deb qilsam, bu Nijat muallim loyilagan narsa chiqadi-ku ko'pincha vaqtlarda. Ikkimizningki qiziqishi va qadam bosqichlari o'xshash ekan. Ham ikkinchi birisi ma'rifga tutgan muomala va pozitsiyamiz o'xshash. Uchinchi birisi Nijat muallim mening o'z navbatida o'z qarindishim bilan o'xshash. O'z navbatida mening o'quvchim va o'z navbatida mening ustozim. Va shundoq bo'lgan vaqtida biz o'zaro bir-birimizdan o'rganish shaklda bo'ldik. Asla bir-birimiz bilan bundaq kuchlanishib boqmadik. Bu deganim hamda qaysimiz bek bilimiz emas, qaysimiz bilmasak shu narsalarni bunga kelgan chog'da darhol o'rganish nimasi bo'yicha muomalasini qilib kelyapmiz. Men ba'zi vaqtlarda Nijat muallimning darsiga qatnashib, Nijat muallimning o'quvchisi bo'lib o'qiyman. Ba'zida Nijat muallim mening darslarimni anglaydi. Degandek, bu yerda hech qanday boshqa bir narsa yo'q. Endi 10 yildan beri o'ylab baqsaq, bir martadan chaqchaqlashib boqmabdimiz ikkilanchi. Bu yerdagi narsa biz bunda bir yolg'iz qolganlarda esimizda yo'qmi deb chaqchaqlashib nima qilmaymiz. Nima degan chog'da shu orliq saqlash va padishapni saqlash, bir-birimizga davomli ehtirom va hurmat tuyg'usi balkim bugungacha akilalganligi bo'lishi mumkin. Men yolg'iz vaqtlardami duo qilaman, xuddi Muso alayhissalomga Harun alayhissalomni Alloh taolo hamroh qilganga o'xshash. O'zaro shu o'zimizning kamchiliklarni to'liqlash orqali oxiri bir bugunga ulasha oldik. Albatta bu 10 yillik musofamizni besishda qandaqdir ekranda ko'ringan Nijat muallim va mendan iborat ikki shaxslar emas. Ekran orqadagi ustozlarga shundoq untinsiz xizmat qilayotgan kollektivimizga rahmatimni bildiraman. Albatta ular bo'lmagan bo'lsa, yana biz bu yerga kelinmagan bo'lardik. Chunki bizning bosh bo'lib mang'alishimizda ularning parda orqasida untinsiz xizmat qilishdan iborat bu fidokorona ruhimi ham bizni bugunga ulashtirib keladi. Shu sababli ustozlarga rahmatimni bildiraman. Yana shu savoldan ig'ib ketmagan asosida berilgan javob, ikkimiz har vaqt nihoyat yaqin o'tdik, ammo orliq saqlab o'tdik. O'zaro bir-birimizga hurmat qildik. Balkim bugungacha bizni bu yerga keladigan nuqta shu bo'lishi mumkin. Rahmat. Xo'sh, Nijat muallim, sizni bu vaqt sizning ko'z qarashingizni o'rtoqlik. Men deydigan gapning hammani bir oxir deb chiqdi ma'lum endi. Hisobda abay degandek biz normalda voy og'inam, voy u bu degandek bunday shaklda ham bir-birimizni chaqirmaymiz. Har zaman men 10 yilning oldidan ma'lum deb chaqirdim, hozirmi Luqman ma'lum deb chaqirman. Yani o'xshash.
xapalap qoldigan, yo bo'lmasunda bir qiydab qoldigan ish yo'q. Bir xil. Ba'zan azroq ish qo'shib ketgan, azroq gap xapalap qoldigan bunda do'lqinsimon. Biz endi asosiyatdan o'xshash holatda bir-birimizdan ko'ngilni ranjitishdan yiroq holatda, bir-birimizga hurmat qilgan asosda, orliq saqlagan asosda mushagacha keldik deb o'ylayman. Ya'ni bir-birimiz bilan hargiz bir put tepishish yoki bo'lmasa kim yomon deydigan unda bir narsa yo'q. Ikkimiz birlashgan holatda bo'lsak, texim kuchli bo'lamiz degan holatni o'ylab keldik hozir. Rahmat, ikkanlarninki o'ttirsidagi yana ideyadan kelib chiqqan bir birlik bor ekan. Mush ideya birlikmi bak muhim ekan. Mana bu institutni 10 yilni oyog'i mana shu ideyadan iborat ekanligi ma'rif qo'ygan bir tutarliq, ma'rif orqali millatga xizmat qiladigan bunday bir ideya o'qil ruhsan izchil mana 10 yilgacha o'rtamizda chiqqanda bir ixtilof narsa qilmamış shu boshlab ketyapti. Buni xo'sh oldum. İzchil men diqqat qilib kelyapman. Men to'g'ri diqqat qilaman. Diasporada ko'ryapmiz. Eng oddiy bir misolni olsak, Xitoyga qarshi kurash qilayotgan nurg'un ishlarimizning orasida bir qo'saqdan bir ona bir odam bo'lganligi bor. Chet elga chiqib Xitoyga qarshi kurashni ishga boshlab ketaylikda endi bunday qilamiz. Undan bosh vatan shunda yaxshi o'tadigan do'st birodar aloqalarni chet elga chiqib Xitoyga qarshi siyosiy harakatlarda ma'lum ideyaning o'xshamasligi, ma'lum fikrning o'xshamasligi bilan bir-birisiga dushman ketayotgan bu ahvollar hammamiz ko'rib turyapmiz. Endi onun qaragan ikkanlarniki mustahkam bir nimasi diasporaga bizning nurg'ulg'an narsaga o'rnak bo'la oladi-chu. Ikkan bu o'tirisimizni ko'z tegmasa, xudoyim izchil yonishma nasib bo'lsin. Endi yana bir nima endi shu kimlik va ma'rif bo'lgandan keyin sen bu yira maktab bo'lgandan keyin endi bu kimlik bilan chambarchas bog'langan muajjat bolalarimizniki til va kimlik kirisi qarta yira maktabi Uyg'ur ruhini yetiltirishga qanday alayli usullarni qo'llandi. Xo'sh, Luqmanjon. Dastlabki sizlarniki maktablarda kichik bolalarni tarbiyalagan nimalarni ko'rgandik. Her xil nimalarni ko'rdik, kasbiy ma'rif nimalarni ko'rdik, yig'ib aytgan vaqtda bir millatniki milliy kimlik bilan bog'langan bir ma'rif sistemasini ko'ryapmiz. Bunday qilib qolsa, siz mushtaq milliy ruhni yetiltirishda qanday olay usullarni qo'llandinglar? Xo'sh. Bu elimizde asaslıkı meyli Avrupa'da olsun, meyli Türkiye'de olsun, meyli vatanda olsun farzandlarimiz asta hatta bizlermi erip tugab ketayotgan bir amaliy reallik bor. İstanbul'da mı bu ahvollar bek ig'ir. Türkiye'de tug'ilgan bolalar emas, Türkiye'ga kelib mishada cho'ng'igan, ammo vatanda boshlang'ich o'tir maktablarni o'qigan bolalarmi hozir o'zaro Uyg'urcha gap qilishmaydigan, Uyg'urchadan iborat bu til tuvan tabiqadagi bir kishilarning paranglashadigan bir tilga o'xshash. Uyg'urcha paranglashish bir xil ma'tuluqdek. Anandan keyin turkcha paranglashsa biroz zamonaviy o'qigan bir ilmiylikdek mushundaq bir xato psixika va xato usullar hozir bizda shakllanib kelyotidi. Bu narsa hammamiz bilayotgan bir amaliy reallik. Endi qo'limizdan kelishicha tirishyapmiz. Bizdan boshqa nurg'un ona til kurslari mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, hammanglar kuchayotidi. Alloh shularning xizmatlarini qabul qilg'ay. Ammo bizningki hozirgacha bo'lgan orliqdagi shu nimamizda maktabni 2022-yili Xitoy konsuldan shikoyat qildi degan gaplar bilan bizning bir maktab taqalgan bo'ldi. O'chaqchi bo'lgan orliqda bizning o'quvchilarimiz 300 dan 350 gacha bo'lgan o'quvchi har kun haftada 5 kun muqim shaklda kelib Uyg'ur ona tilini o'qib, shu xil shaklda davom qilayotgandi. Bu bizningki ona tilini saqlab qolishda nihoyatda bir yaxshi bir qadam bosqichlarimiz ilib berilgan, xizmatlarimiz yaxshi bo'lingan edi. Ammo bu 3 yildan beri har yozliq ta'tilda ham davom qilayotgan yozliq ta'tillik sinflarimiz bor. Undan boshqa vaqtlarda to'rda davom qilyapmiz. Endi biz bolalarga va ota-onalarga har vaqt shu
ballarninki Uyg'ur tilida gaplashishninki bek muhimligini alohida eskartib, hattoki bizning kelib chiqishimizning nadin kelgan, nadin tug'andan boshlab ashu vatandagi qarindoshlarni, vatanni qat'iy unutib qolmaslikni, bir ona tilda gaplashmaslikning o'zi onaga qilingan bir haqoratga o'xshash ig'ir bir ayb ish ekanligini deb kelgan bo'lsaqmi, ammo lekin yanalam cho'ng dengizning orasida yo'qolib ketayotgandek shundoq kundan kunga bu ona til jihatda chekinish ahvollari bo'lyotidi. Buningda biz bek bir alohida cho'ng xizmat qildik deyamaymiz, ammo o'qituvchilar o'zining qurbatining yetishicha har vaqt mushu ona til darsliklarini tayyorlab, darslarni oldin hozirlagan darslar bilan materiallarni o'tib, bolalarga shundoq bir Uyg'ur ona til sharoitini mayli to'rda bo'lsin, mayli sinfda bo'lsin, hozirlashdek bir bo'shliq bilan mushu sahna orqali qilib kelyapmiz. Inshaalloh bu yil yozlik ta'tilda hamda o'rta maktab va oliy maktab yoshidagi o'quvchilarga maxsus Uyg'ur ona tili o'tish sinflarini ta'sis qilmoqchi bo'lyapmiz. Bu bizningki hamda qila olgan bir xizmatimiz bo'lsa, yana bir nuqtadan Uyg'ur ona til xizmatidagi bir aloyidaligimiz deb bilamiz. Hozirgacha bo'lganlikda qurbatimizning yetishicha har bir imkoniyatimizni ish solgan asosida davom qilib kelyapmiz. Rahmet. Necdet muallim sizden bu vaqtda o'ylaganlaringizni berib baqsangiz. Bu vaqtda hamda shu bolalarni o'qitish jarayonida kitob material jihatda qiynaldik. Chunki vatandan chiqqan kitoblarda soplam Xitoyning tashviqoti bo'lgandan keyin biz o kitobni bevosita o'qiolmaymiz. Shunday bo'lgandan keyin biz kitobni o'zimiz noldan boshlab yezib, shu yezish jarayonida shu tariximiz, shu bizningki muhim deb qaralgan narsalarni buni kirgizib, shunday yaxshi bir shaklda kitoblarni tuzish orqali biz ona tilini qo'g'dashga o'q qo'shdik deb o'ylaymiz. Rahmet. Endi ikkani bir o'rtaq bir savolda mena. Endi hozir bu dunyo tiz texnik yangilanadi, hamma narsa AI. Sun'iy aql davriga kirib nurg'un narsa qulaylik chiqaryapti, hatto mushu fan texnika kasb sohasini nurg'unlig'in kasbga sholinib ketish girdoq beryapti deb nimalarni anglayapmiz. Taqa bizim mushu Uyg'ur choyxonasi bu vaqtda Mavloy Yosafandi bilan bir qatam suhbat qildik bunimizda. Endi hozir hamda oldimizga 10 yil, 10 yillik mustaqil besibsizlar. Bir yil tizimli va xilvat mustahkam bo'lib ulug'lar. Yani oldimiz 10 yilda Iroq Uyg'ur maktabini qandayroq bir kurishni orzu qilasizlar. Yani hozirgi bu sun'iy aql davrida bu nurg'un narsa xiris duch kelyapti-da endi hozir. Yo o'zini isloh qilib, davrning taraqqiyotdan masqarani mengish, texnika inqilobga bosishib, bo'lmasa, yani an'anaviy masala qilib qolsa, yo'qosh. Yani mushtaq bir ba'da hamda taraqqiy qilish va yoki yo'qosh fursat nimalarda. Mushtaq bo'lgan vaqtda sizlarningki endi hozirgi sun'iy aql nimalarida davrida sizlar bu Iroq maktabiniki kelgusi 10 yillik nimasimda bir qiyos qilasizlar, qiyos qilganlarda qandoq bir yangi plan va loyihalar bor. Xo'sh, Luqman Jasdan boshlaydi. Endi 10 yil jarayonida biz hozir o'zimiz planlagan nurg'un qadam bosqichlarini bosolmay qoldik. Lekin bugungi ulusha olganligimiz uchun Allohga hamd sano aytamiz. Allohga ming shukr deymiz. Hamda buningdan keyingi 10 yilda bizning umrimiz bormi, yo'qmi? Buningdan keyingi bu qadamlarni biz bosalamdik, yo'qmi? Buni bilmayman. Allah yana buningdan keyinmi, yana keyingi 10 yildami birlikda shu xizmatlarni birga qila, Alloh nasib qilgay. Nijat muallim bilan bugungacha bo'lganlikda hayotimizning yashagan bugungi umrimizning 3dan 1 qismini birlikda besibdimiz. Yana buningdan keyingi 10 yilni inshaalloh Nijat muallim va shunga o'xshash boshqa ustozlar bilan birlikda kuchni kuchga ulab bu xizmatlarni yaxshi qila Alloh nasib qilgay inshaalloh. Endi sun'iy aql degan bu tema chiqdi. Sun'iy aql degan bu narsa
Buning ismilam bir xil shu sun'iy deganlikdan bu yerda bek bir odam g'oyivlashtirayotgandek, ilohlashtirayotgandek narsa emas. Ammo bu sun'iy aql davri Ee, bizningki mushu hozirgi fan texnikalarning yengillanishga, o'zini isloh qilishga majburlayotgan, agar isloh qilmasa shallanib ketadigan bir davrni boshdan kechirayotgan e, vaqtni da biz yashayapmiz endi mundocha degan vaqt. Shuning bilan butun dunyo fan texnika sohasi sun'iy aqldan iborat bu narsaga nisbatan tanlanish yoki shallanish bosqichiga bo'ladigan pozitsiyasida zodi qanday qilish kerak deb har vaqt o'zini yanglayotidi. Endi albatta bizmo bu sun'iy aql texnikasiga nisbatan har vaqt Nijot muallim izlanib va atrofda o'quvchilarga yetakchilik qilib degandek bu sun'iy aql texnikasi sohasida hali yomon emas qadam bosqichlarni ham besib bo'ldik inshaalloh. Qisqagina bir kelgusida buning natijasini xalqimizga sunishga boshlaymiz inshaalloh. Ammo bu yerdagi muhim bo'lgan narsa nima deganda sun'iy aql degan gapning o'zi endi tabiiy aqlni odam o'zining aqlini ishlatmasimi bo'ladi deganlik emas bu yerda. Bu yerda endi ho'rillashib kallani ishlatmasakmi bo'laverdi deganlik texmi emas. Unda bo'lgan vaqtida bizningki atrofimizda va yoki hozirgi qarindoshlarimizninki bu sun'iy aql degan gapni deyishdan burun umumyuzlik o'rtalama masalanga o'ttir hisob bilan sapa ma'rifi va saviyasi qanchalik bu narsa bek muhim. Nima degan chog'da sun'iy aqlga yon bo'lolg'idek, sun'iy aqlga mos kelolgidek bir tabiiy aql va tabiiy bir bilim sohasi bizda tex yetilib bo'lolmadi. Sun'iy aql degan bir narsani tushunish va hazm qilish uchun bizning har bir Uyg'urimizningki muayyan darajada kompyuterni bilishi, muayyan darajada ingliz tilidan xabar bo'lishi, muayyan darajada hozirgi mushu zamonninki saviyasiga mos kelaoladigan universal bilim saviya va saposi bo'lishi va mushuni hozirlab bo'lgan bo'lishi oldingi shart hisoblanadi. Uningdan keyin sun'iy aqlning gapiga o'tib ketsakmi, kechikmaymiz. Bizning hozirgi ahvolimiz nima degan chog'da eng oddiy putimizga putlashib tushib turayotgan bilimdanmi xabarsiz holatda sun'iy aql deb mushundoq qiyiqi nima degan vaqtida mantiq ko'rmagan qilanda qasqonga dumchibdi degandek shu hech nimani ko'rmay turib sun'iy aql mushundoq maftun bo'lib sun'iy aqlga maftun bo'ladigan bir holat shakllanyotidi. Bu to'g'ri bo'lmagan bir ahvol. Buningdan keyingi bizningki 10 yillik planimizning ichida oldi bilan atrofimiz va mushu yerdagi bizningki qarindoshlarimiz mayli sinfga keloladigan qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli mushu jiroqdagi chet ellardagi qarindoshlarimiz bo'lsin, sinf va to'rdan iborat mushu ikki xil o'rgatish supsi va mushu sohadan foydalanib turib qarindoshlarimizning umumiy saviyasi universal sapasini yuqori ko'tarishga kuchaymiz. Yani uningdan keyin inshaalloh sun'iy aqlning buningdan keyingi yangi chiqqan fan texnikalik yuqori saviyalik bilimlarini o'zimizga mujassamlashtirish o'qituvchilarimizning asosida davomli isloh qilib yangilash orqali xalqimizga bu texnikaning eng muhim qadam bosqichlarini sunishga tirishimiz. Ikkinchi birisi kelgusi 10 yil ichida biz buningdan keyin mushu texnika va til bilimlaridan boshqa diniy soha xizmatlarini qilishga qadamni olamiz inshaalloh. Biz bu jihatda bu ma'rif sohasining yana bir qadami diniy soha hisoblanadi. Biz bu chaqqichi bo'lgan oraliqda bu til va texnika sohalarida muayyan natijalarni qo'lga keltirgan va mushu xizmatlarni qilgan bo'lsak, buningdan keyin til va texnika sohalariga diniy sohalarni qo'shib, buningdan keyin bu jihatlardami xalqimizga yaxshi xizmatlarni qilishga tirishimiz inshaalloh. Bu bizning keyingi 10 yilda besishga tegishli planlarimizning ichida bor. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Nijat muallim, bu vaqt sizning bu o'ylaganlaringiz.
Bu vaqtda mening deydiganim endi biz shu maktabni yangi boshlagan chog'da kompyuterda faqat asos saviyaning darsi, 0 dan boshlab o'qiydiganlarga darsni boshlagan. Undan keyin grafik tasarruf qo'shildi. Undan keyin video montaj, undan keyin web tasarruf, undan keyin shu tor sotisi degandek biz o'zimizni to'xtamay texnik jihatda yengildik va o'quvchilarimizga yangi texnikalarni o'rgatishga kirishdik. Endi bugungi kun kelganda AI'dan iborat bu texnika shu ChatGPT yani 2022 chiqdi, xatolashmasam. Shundan keyin bir cho'ng bir portlash, cho'ng bir inqilob yuz berdi deyishga bo'ladi. Biz endi shu inqilobdan keyin o'zimizni jiddiy shaklda yangilab, men shu Google'ninki darsini o'qib, man ko'rganki ancha-muncha. Shu Google'dan sertifikat, shu yapay zeka, AI darsiga qarata bir sertifikat ilib, o'zimni yana to'xtamay yangilab keldim. İnşallah bundan keyin har qanday yangi texnika chiqishidan qat'iy nazar biz shuni vaqtida o'zimizni yangilab o'quvchilarimizga eng yangi texnikani sunishga tirishamiz. Rahmat. Vaqt münasibət bilan programmamizni degan bir şey oxirlashtiraylik. Sizlarni nima bo'lib ketdi. Yani bu 3-chi qismida sizlarniki shu İran mektebini ochgandan yo'g'i qaysi kasblar adam tarbiyalanar shu kasblarni qisqa tushundiga asosda bir suhbat qilaylik. Ular sonda to'xtayib tafsilotlarni yani so'ragan bo'lgan savollarim bor, so'rasalar uzrab o'tdik, buni kelar qatimliqqa qoldiraylik. Şükranlarınki bu İran mektebi 10 yıl izchil bilim mengep, nuri tirep, terakki kıldırışınla mene rasmi jiq qiliqi uyg'usagan degan kallamga kelgan savollarni so'rdim mana. Nurg'un amaliy misollarni oldik. Xudoyim shukronlarniki bu yo'lda mangan qadaminglarni menga ayirmasin. Shu odoqcha menga millatimiz texnik xayrli xizmatlarni bu yoqqa chiqishiga shundoqla boshqalarnikimi sizlardan bir o'rnak ilib, mana sizlarniki shu qo'llashni bir ong, yani bir nishon, bir g'oya bo'yicha izchil mangadigan bir-birini yaklamay, chat qoqmay, qayda butlab tashlab chiqib ketmay, izchil ig'ir kunlarda yana bir-birisiga yaralaklab mangan bir ro'yinlar bir diasporada ko'pincha shaharlar bilan tashkilot qo'rg'onlig'i mushtalarniki bir yurish bir ro'y deb qarayman. Buni sizlarga rahmatimni aytaman. Bugungi suhbatni mishalcha epayla qonunchilar sanday qilishaylar. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizda yana shuni his qildikki, mana ma'rif bir millatning hayot tumri, ma'rif hammamiz bilamiz, ma'rif bir millat intayin bir muhim. Ma'rif bosh ko'targan millat, qaddi ko'tarib mang'odida ma'rif keyin kelib qolgan millat, birovatimiz holini qanday xarob ekanligini. Yani İran mektebi 10 yıllık tarihi bizge eğer ixlos ve fidakarlık olsa musafirçilikdimi tahqiqat bulduğalarını ispatlab berib 10 yıllık ma'rif tecrübesi. Bir o'quvchidan boshlangan ma'rif mektep 5016 o'quvchidan tarbiyalab kelib chiqishi bu sanlamada degan bilan buniki jafo mushaqqatlarini bular nisbatda biz his qilolmaymiz bu narsalarni. Luqman muallim, Necdet muallim, shundaqla Irak kollejidagi barliq ustozlarga, shundaqla sizlarning maktabinglarda o'qib, sizlarni qo'llab-quvvatlayotgan o'quvchilar, shundaqla ota-onalar, sizlar ishni bola olib, hammalarga rahmat aytamiz. Shularning o'zaro bir organik bir-birisi bilan bog'lanishinglar, Ironniki 10 yillik bu nemisni musofasini barliq keltirdi. Endi ko'rganlarimizdan bir nemisga qarab baqalaymi, aytaxon deydi. Muajiratda Google'ning kichikini algan tunji Uyg'ur kompyuter injinieri Necdet muallim bo'lish mumkin, muborak bo'lsin deydi. Muborak etdi. Men muboraklayman. Bugun ishlaringizga qutlayman. Keyingi son programmamiz davomli yana sizlarga suhbat o'rlashtiramiz. Hamsamlarniki bugungi bu programma qatnashgan ko'p rahmat. Sizlarga sog'lik, Allohga emanet. Allohga emanet.